Uyda yeydigan narsa bormi, yo'qmi? Yo'q, men ovqat qilishga ulgurmadim. Nima deganing bu ulgurmadim? Mazam bo'lmadi, o'zimni juda ham yomon his qildim. Har kuni shu, har safar ishdan kelaman, mazam bo'lmadi, ulgurmadim. Ovqat уже necha haftadan beri qilmayapsan? Qilmayapman-ku. Sen o'ylab topasan, bu har safar, har kun shunaqa bo'lavermaydi-yu. Bir kun boshim og'riyapti, bir kun buyog'im og'riyapti, ulgurmadim. Jonga tegdi bunaqa pridomunniy narsalaring. No, panichеская atakalarim bu realno. Men o'ylab topmayapman. Kun davomida shu ahvol. Qanaqa panический ataka? Хотя бы yo'ldagi kiyimlarni yig'ishtirib olgansa, mana musor bo'lib yotibdi. Bolalarning darsini qildirganmisan yoki uni ham o'zim qilaymi? O'tirib o'zim qilarman balki. Darslarni qilaman-da, o'zimga ovqat tayyorlab, o'zim yeyman keyin. Jonga tegdi mana shunaqa o'ylab panический ataka qilib o'tiraverasan. Holim bo'lmayapti. Umuman настроением yo'q, kuchim, energiyam, motivatsiya hech narsa yo'q. Хотя бы ichindigini aytgan, хотя бы ichindigini ayt, хотя бы ko'chaga chiq, do'konlarlaring bor. Bor, chiqib aylan. Odamlarga o'xshab ishlasang bo'ladi. Kuni bo'yi uyda o'tiraverasan. Ko'chaga chiqqani qo'rqyapman. Ko'chada mazam bo'lmay qolsa-chi? Nimadan qo'rqasan? Hamma sog'lom odamga o'xshab ko'chaga chiq, aylan. Lekin ko'chaga chiqsam, mazam bo'lmay qolsa, haqiqatan hushimdan ketib qolsam, hech kim menga yordam bera olmaydi o'tda. Bir marta bo'lsa ham harakat qilib ko'chaga chiqib ko'rish kerak. Odamlar bilan ko'ngil yozish kerak. Jonga tegdi o'zi samdan yashash. Bir marta ko'rmagan, o'zini boshidan o'tkazmagan odam hech qachon meni tushunmaydi.